natijani qayd eta oldi. Hozir ochiq jang e'lon qilindi dastlabki soniyalardan ushbu raundda. Ya'niki bu yerda Asqatning o'sha bosiqligi va ko'proq himoyada harakat qilishligi unga pand berdi. Lekin Xurshid himoyasini zarbasi raqibi himoyasini yorib o'tsa hamki, o'tmasa hamki juda ham aktiv bo'ldi. Mana shuni hisobiga aqliy ravishda ijobiy bahoni qo'lga kirityapti. To'g'ri, jang teng bo'lganda faollikka qarab baho berishadi ba'zi bir vaziyatda. Himoyada ham o'z mahoratini ko'rsatmoqda. Hujumda mana shunday mahoratni namoyish etish kerak. Juda yaxshi hozir himoyadan ajoyib tarzda chiqishga muvaffaq bo'ldi. Mana shunday zarbalar raqibning o'ziga bo'lgan ishonchini biroz so'ndiradi. Ya'niki u shu darajada ishonch bilan borgan ediki, hozir raqib, ya'ni Xurshid bu yerda yana himoyaga o'tadi, oqibatda esa men yana hujumni uyushtiraman deb o'ylagan edi. Lekin ayni pallada, ayni daqiqada, o'sha soniyada yo'llagan zarbasi o'zini qanchalik oqlaganligini ko'ryapmiz. Yomon emas Xurshidbek. Ana shunday davom ettirish kerak. Vaqt 1 daqiqa 10 soniya. Bu safar Eldorga e'tibor qarating, aynan Xurshidning raqibi faol harakat qilmoqda. Merim Nursultanov qochish kerak. Arqondan qochish kerak. Bilasizmi, Sardor yana bir taxmin xayolga keldi. Hozir u ham bo'lsa, Meranni o'sha bosiqligi, raqibni uchishini, energiyasini sarflab bo'lishini kutgan holatlar ko'z oldimda gavdalanyapti. Qaysidir ma'noda Xurshid bu raundda biroz charchagandek tuyulmoqda. E'tibor qiling, kanatga kelib his qilib qolishi, himoyada ko'proq ishtirok etishi, bu yerda Meranni zarbalar seriyasi aniq ko'zga tashlana boshladi va so'nggi zarba ham qozog'istonlik bokschi hisobida qolmoqda. Katta ehtimol bilan hozir hisob tenglashadi raundlar borasida. Bir raund qoldi Xurshid. Bir raund. Mana shu raundda faollik ko'rsatish kerak hozir endi. Bor kuchni mana shu raundga tashlash kerak endi. Zaxirada qolmagan kuchlarni ham. Xurshid g'alabali seriyani davom ettirishga harakat qilish kerak. Kutilganidek bu raund qozog'istonlik bokschi foydasiga hal etildi va hozir tenglik va bemalol aytib o'tishimiz mumkin, mana shu 5-hal qiluvchi raund. Nahotki jarohat olingan, nahotki hozir yo'q, jang davom etadi va Xurshid faollik bilan boshladi. Mana shu faollikda oxirigacha olib borish kerak Xurshid. Ring chetidan qochish markazga ochiq qo'lqop bilan yana bir zarba berilganligini referi aytib o'tdi. Vladislav Malyshev. Xurshid faollik. Harakat, oyoqdagi harakat to'xtab qolmaslik kerak. Oyoqdagi harakat ham kerak. Xurshid ring chetida qamalib olish shart emas. Lekin hozircha qozog'istonlik bokschi ijrosida ham aniq zarba ko'rmadik Eldor aka. Albatta u ham charchadi, ham qanchalik qiynalayotganligini tushunish qiyin emas.
ham bilib turibdi so'nggi raund qanchalik muvaffaqiyatni taqdim etishini. Ular biladimi yo'qmi natijani, lekin vaqt o'tib bormoqda. O'zbekistonlik bokschini menimcha mana shu zaldagi yig'ilgan muxlislar ham qo'llab-quvvatlashsa yaxshiroq bo'lardi. Bunday paytda kerak ruhiy dalda ham. Juda yaxshi, nihoyat mana. Endi Xurshidning o'ziga ham bog'liq. U yaxshi ijro etadigan bo'lsa, zarbalarni muxlislar buni albatta o'z reaksiyasini bildirishi aniq. Mana nihoyat jonlanishdi. Kerak edi mana shu holat. Mana Xurshid, mana shu muxlislar olqishida, qo'llab-quvvatlashda endi harakat jonlanish kerak Xurshid. So'nggi raund, hal qiluvchi raund bu. G'abiz. Yaxshi zarba. Mana bu yerda amalga oshirilgan ikkilik. Raqib ham charchadi u ham. Oxirgi kuchlarini ishlatmoqda. Vaqt esa 1 daqiqadan sal kamroq. Xurshid. Kerak, faollik kerak. Yomon emas, Eldor aka, yomon emas mana shu jang nizomiyasi. Albatta, mana himoyasiga ham qolaversa raqibni zarbalari ham aniq emas. Endi bu safar aksincha Xurshid alohida e'tibor bilan yakkalik zarbalariga e'tibor qaratmoqda. Davom ettirish kerak. 20 soniya Xurshid, 20 soniya. Asqat ham charchab bo'ldi. E'tibor qiling, zarbalarni yo'llashga qanchalik qiynalyapti. Xo'p. Mana shu nuqtada eng yuqori notada tugatish kerak. Yaxshi. Asqat hozir hujumga o'tdi, yana klinch va so'nggi zarbani Xurshid yo'lladi. Bilmadim endi bu inobatga olinadimi yoki yo'qmi. Ancha murakkab jang bo'ldi bu ham. Murosasiz jang bo'ldi. Bu yerda taktik uslub anchalik muhim rol o'ynaganligini ko'rishimiz mumkin. Mana shu jihatdan o'sha murakkablikni e'tiborga olib o'tish lozim bo'ladi. Lekin hozirgi natija hamma uchun qiziq. Qanday natija qayd etiladi bu raund uchun? Eslatib o'taman, WSCD yo'nalishi bo'yicha B guruhi vakillari O'zbekiston hamda Qozog'iston jamoalari o'rtasidagi 75 kg vazn toifasida O'zbekistondan Xurshidbek Normatov, Qozog'istondan Merim Nursultonov ringda to'qnash kelgan edi. Ladies and gentlemen, we have Judge Committee decision. Judge 1, 47-48. Judge 2, 47-48. Judge 3, 47-48. Winner by unanimous decision. Blue corner, Mary Sultonov ushbu jangda ochkolar bo'yicha g'alaba qozonmoqda. Qaysidir ma'noda o'ta murakkab va qaysidir ma'noda o'sha uning favorit ekanligi e'tirof etilganligi bekorga emasligi amalda isbotini topdi. Bir ochkoni olib ketishyapti qozog'istonliklar. Yana oldinda bitta jang bor. Jangni ham bir ochko farq bilan yutishdi.